Aziz Telegram kanali, Facebook, Instagramdagilar, yana YouTube kanalimiz a'zolari, sizlar bilan doktor psixoterapevt Xurshid Qalandarov. Yana savol ikkinchi qismi bor edi. Telegram kanalimizda bergan, qanday qilib 6-7 soat uxlab to'yib turish mumkin degan savol edi. Men sizlarga nimaga biz hozirgi vaqtda katta ko'pchiligimiz 6-7 soat uxlab yoki 7-8 soat uxlab to'yib turolmayapmiz degan savolga biz SSR davrida 15 ta davlat bir bo'lgan SSR davrida Sovet ittifoqi davrida o'qiganmiz. Chita davlat meditsina institutida o'qigan paytimizda professionalniy заболевание yoki kasb kasalligini men Chita davlat meditsina institutida o'qiganman. Biz o'qigan davrimizda eng og'ir psixologik og'ir, miyaga og'ir botadigan kasblardan bittasi kim deyilganda telefonist ko'rsatilardi. Telefonist degani hozirgi yoshlar tushunishi uchun aytmoqchiman. Pochtada telefonist o'tirardi. Moskva bilan Toshkentni yoki Moskva bilan Toshkent bilan Hazarasp, meni tug'ilgan yurtimni har bitta rayonda pochta aloqasi bo'lardi. Bittasiga ulab berardi. Moskva Toshkent bilan gaplashing yoki Toshkent Hazarasp bilan gaplashing degan narsani qilib berardi. Bitta 8 soatlik ish davomida o'sha paytda 100 ta, 150, 200 ta telefon aloqasini ulab berardi. O'sha narsa miya uchun og'ir hisoblanardi va bularga qo'shimcha haq to'lanardi. Endi hozirgi davrda biz mana bu yangi uyali aloqa vositalari chiqib ketgandan keyin katta ko'pchiligimiz o'rtacha hisobda 50 ta, 100 ta, juda ko'p gaplashadiganlar 200 ta, 300 ta, 500 tagacha telefon aloqalarini ulab bir-biri bilan masalalar hal qilyapmiz. Bu miya uchun o'ta darajada og'ir, o'ta darajada ko'p informatsiya. Mana shu yosh bolalarimizda ham bo'layotgan har xil cherepno davleniyani balandligi, nerv charchoqlar, juda yig'loqlik yosh bolalarda. Mana shu 1 yashardan tug'ilgan boladan boshlab 5, 6, 7, umuman necha yoshgacha bo'lsa ham bolalar miyamizga hammamizda yoshlardan tortib kattalargacha informatsiyaning ko'pligi, har bir miyani yoshga qarab oladigan o'zini informatsiya sig'imi bor. Hozirgi biza olayotgan informatsiya biza olishimiz kerak bo'lgandan 10 marta, 100 marta, 1000 marta ko'p. O'shaning uchun har xil nerv kasalliklari kelib chiqyapti. Cherepnoy davleniyalar kattalarda bo'lsa 6-7 soat uxlab turib to'yib turmaslik o'shandan bo'ladi. Endi buning uchun nima qilish kerak? Buning uchun kuni bo'yi informatsiyani olib, shishib kelgan miyani ovqat kam yegandan keyin sal oshqozon ichaklar bo'sh bo'ladi. Uni ovqat yeyish uchun ketadigan energiya organizmi stressini yo'qotish uchun ketadi. Yana 1 soat, 1,5 soat uyqudan 2 soat oldin har kuni regular, har kuni sport mashqlari bilan shug'ullanish kerak. Shundagina nerv charchoqqa oladigan yagona narsa bu jismoniy mashq. Jismoniy mashq qilib turib, o'zimizni kunlik olgan stressimizni yo'qotib, ovqatni tiqib yeydigan ovqat o'rniga mevali salatlar, ovashnoy salatlarni yeb turib yotadigan bo'lsak, bu narsani yo'lga qo'yadigan bo'lsak, siz aytgan 6-7 soatlik uyqudan keyin odam to'yib turishni boshlaydi. Buning uchun ham bir 15-20 kun, 1 oy vaqt kerak bo'ladi, regular joyga tushib ketadi. Oldin uyquni rejimini joyiga qo'yish kerak. Qolgan mana bu narsalarni undan keyin qo'yilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Sizlar bilan psixoterapevt Xurshid Qalandarov bo'ldi. Kanalimizga, guruhimizga, YouTube kanalimizga obuna bo'linglar. Rahmat.